Assalomu alaykum, Shuhrat aka, yaxshimisiz? Rahmat. Salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz a'lomi? Sizni bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, rahmat. Yaxshimisiz? Bugungi shodiyonalik, bugungi shukronalik ayyomingiz, yana bir xayrli yoshingiz, 52-bahoringiz muborak bo'lsin. Ilohim umringiz uzoq, rizqingiz ulug', qaddingiz va qadringiz har yerda ustun bo'lsin deymiz. Hamisha yaxshi kunlarni, yaxshi insonlarni hamrohi bo'lib yurishligingizni chin ko'ngildan tilakdoshimiz. Rahmat. Minnatdormiz. Ayni damda biz sizga esa tabriklar yo'llash loyihasidan qo'ng'iroqni amalga oshirmoqdamiz. Aynan shu loyihaning xodimi boshlovchi Zarinaxon bilan suhbatdasiz. Nima deb o'ylaysiz? Sizni bugungi shukronalik, shodiyonalik ayyomingiz bilan kimlar yoki qaysi bir yaqin mehribon insonlaringiz tabriklab qolgan bo'lishlari mumkin? Farzandlarim, Albatta, siz uchun aziz hamda qadrli bo'lgan barcha oila a'zolaringiz nomlaridan, farzand ne'matlaringiz nomlaridan yo'llangan ekan ahli-ayolingiz Zulfiyaxon onamiz, farzandlaringiz Nizomiddin, Bolxinoy, Sevaraxon, Ilhombek, nabiralaringiz Muhammad Ali, Sadiyaxon sizni bugungi kun bilan tabriklab qolibdilar. rahmat. Tashakkur. Agarda qimmatli vaqtingizni 5 daqiqasini olsamda, o'g'illaringiz Ilhombek akamiz hamda Nizomiddin akamiz tomonidan sizga atab yozib qoldirilgan tug'ilgan kun maktub xatlarini sizga o'qib eshittirsam xo'pmi? Mayli. Diqqat bilan tinglaysiz unda. Assalomu alaykum mening qadrligim, g'amxo'r qadrdonim, aziz jonajonim, sevimli hamda qalbi pok bo'lgan o'zimning saxiy mehribonim dadajonim. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummas bo'lgan shukronalik kuningiz, shodiyonalik ayyomingiz bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Dadajonim, Allohim sizga 2 dunyo saodatini hadya qilsin. Har bir kuningizni quvonchli onlar egallab tursin. Doimo shodon, hamisha go'zal kunlarni ko'rib yuring. Baxtimizga har daqiqa, har soniya sog' va salomat bo'ling. Bu dunyoda barchamiz uchun qadrli bo'lgan bebaho insonimizsiz. Mehri ummon qadr cheksizimizsiz. Qadrligimiz, beg'uborimiz, bezorimizsiz. Yaratganim Allohimiz sizni asrasin. Har yerda o'zi sizni qo'llab, quvvatlab tursin deyman dadajonim. Qalbingizdan quvonch va tabassum porlasin. Chehrangizdan esa samimiyat uchqunlari urfurib tursin deyman. Allohim sizga cheksiz imkoniyatlarni hadya qilsin. Bugungi unutilmas ayyomingiz bilan yana bir bora chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. G'amim yo'q, hamisha yuraman kulib. Davlatim yonimda turganin bilib, quvonchning borida g'amlarim qolib. Bu dunyo turguncha turing otajon, baxtiyor kunlarim ko'ring otajon. Nimani xohlasam muhayyo bo'ldi. Ko'zlarim quvonch nurlarga to'ldi. Birgina rahmatim aytishim qoldi. Bu dunyo turguncha turing otajon, baxtiyor kunlarim ko'ring otajon. Yonimda tog'dayin suyanchim bo'ling. Nogahon yiqilsam tayanchim bo'ling. Xatoga yo'l qo'ysam tergovchim bo'ling. Bu dunyo turguncha turing otajon, baxtiyor kunlarim ko'ring otajon. Agarda ko'nglingiz ranjitgan bo'lsam, dilingiz yaralab og'ritgan bo'lsam, deymanda men sizdan rozilik olsam. Bu dunyo turguncha turing otajon, baxtiyor kunlarim ko'ring otajon deya yakun olingan edi mana shunday samimiy dil izhorlarimiz, tug'ilgan kun tabrigimiz. Tashakkur. Mana shunday samimiy dil izhorlarimizda, she'riy tabriknomalarimizda o'g'illaringiz nomlaridan qabul qilar ekansiz hamda ularga aytiladigan samimiy dil izhorlaringiz bo'lsa yo'llashingiz mumkin. Ular suhbat davomida eshitadilar. Hammalariga rahmat. Vaqtida orzuyimdagi farzandlar bo'lsa, ularga baxt tilayman. Tashakkur. Ilohim maskaningiz kelsin. Bugungi shodiyonalik, bugungi shukronalik ayyomingizni albatta yaxshi kutib oling, salomat bo'ling. Rahmat. Mehringizdan yashnab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk inson
dada sizni yaxshi ko'raman. Alamlarim ko'zlarin yopay, yoningizga yuguray chopay. Keling bir bor bag'rimga bosay, dada sizni yaxshi ko'raman. Qadringizni bilmaganim bor, aytganingiz qilmaganim bor. Kechirimlar so'rayman takror, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtargina pokisor odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtar dadam, pokisor dadam, dada sizni yaxshi ko'raman. Dardinga o'ralgan dunyo, tashvishlardan yaralgan dunyo. Aytolmadim shu so'zni goho, dada sizni yaxshi ko'raman. Har kun sizni o'ylasam hamki, mehringizga to'ymasam hamki, kunda quchib qo'ymasam hamki, dada sizni yaxshi ko'raman. Quchog'ingiz bunchalaram keng, jon bolama jonim bolam deng. So'zlaringiz tillolarga teng, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtargina pokisor odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtar dadam, pokisor dadam, dada sizni yaxshi ko'raman. Har o'g'il qizni zoriqtirmay o'stirgan bizni, ota bo'lib angladim sizni, dada sizni yaxshi ko'raman. Dardin yegan har o'g'il qizni zoriqtirmay o'stirgan bizni, ota bo'lib angladim sizni, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtargina pokisor odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtar dadam, pokisor dadam, dada sizni yaxshi ko'raman. Dada sizni juda ham yaxshi ko'raman.